Yelyanın Şuhuang'ni 20 martamda mag'lub qilishi uch parchalik haqida qisatki eng dahshatli janglarning birisi. Yelyanın mush jingi bilanla Yelyanın alamarti Lübudun qilishmaydi degan baho berilgan. Ham bu uch parchalik haqida qisatki 24 botir sonqini qatoriga kiralgan. Nima ish shunday qildi bu yerda yana qanday qiziq mazmunlar bor. Bunun qiziqadigan do'stlar Gonja qo'lib bir tal yaxshi yurak berib o'tib, filmning davomiga diqqat qilinglar. Qissa haqida bayon. Endi bu yerda nima ish shunday deymiz deganda butun uch parchalik haqida qissada bu Saosau'nun Ali Sanğuni Şuhuang bilan 20 martamdalar Şuhuangni mag'lub qila olganlardan faqat 3 kishilar bor. Birisi bayadoduk Yelyan, ikkinchisi Lübu, uchinchisi Guayu. Buningdan boshqa ham 20 martamning ichida Şuhuangni mag'lub qilamagan. Yelyanning 20 martamdalar Şuhuangni mag'lub qila olishi, to'liq yengib o'tishining o'zi bunun hakikaten elammat, batur, karamsanlık ekanligini bildirdi. Endi bu Şuhuangni boşlaqlashib bo'lmaydi balla. Bu Saosau'nun Ali Sanğuni, hatta o'zining balasiga tanbeh hurmatida men Şuhuangni aytib, uningsiga eng qiyin janglarga har qatim Saosau Şuhuangni aytadi. Buning dantga urush ma'lum emas, qo'shin boshlab jang qilish iqtidorimi yuqori Şuhuangning. Ham Şuhuang tunji o'tirib chiqqan vaqtning o'zida Shuchu bilan 50 martam tutishib, yengilish ayrilmaydi. Demak, Şuhuangning alamarti Shuchudan hech qancha to'van emas. Endi lekin Yelyan bilan urushgan vaqtning o'zida farq bak aniq bak cho'ng bo'lib qolgan. 20 martam bilan Şuhuang mutlaq yengilgan, hatto kallasini arilib qolg'ili tas qolgan. Endi bu yerda Yelyan bu Şuhuangni 20 martamning ichida bunday mag'lub qila olishdan boshqa Sun Shuan bilan Wei Shu degan sarkardaning kallasini olgan. Endi bu ikki sarkarda kim bo'lsa, bu ikkisi Lübuning 8 sarkardasining birisi, ikkisi rosa. Endi Lübuning 8 cho'ng sarkardasi va Zhang Liao boshchilik. Endi Lübuning qo'llasidagi bu sarkardalar garchi alamarti Lübuga 70 mi o'ylab qo'yganlar. Hech bo'lmasa Lübu bilan bir 20-30 martam urushaligidek odamni Lübu uning keyindan o'ziga menda sanğun qilar. Shundami ya? Lübu bilan bir martam urushamaydigan odamni akib, sen men sanğun bo'l 8 sanğunning birisi qilay demaydi Lübu merkez. Endi bu yerda Yelyan 3 martamdalar Sun Shuanni, 1 martamdalar Wei Shuning kallasini olgan. Demak bu yerda Yelyan boş adam emas deyman. Yelyanning alamarti Lübudan qilishmaydi degan gap bekor chiqqan gap emas. Amaliy bunisi bor mening. Endi mush Guandu jang qarsak, haqiqatan bu yerda Şuhuang Yelyan tarafdan 20 martamdan ichida yengilgandan keyin Saosau haqiqatan amalsiz qolgan. Saosau'ning hech qaysi sanğuni men chiqib Yelyan bilan urushay demagan. Shuchumu mushuning ichida. Hatta Shuchumu chiqib Yelyan bilan urushay demagan. Shuning uchun Saosau butunlay amalsiz qolgan. Yelyan bu yerda Saosau'ning yo'lini to'sib qo'ygan. Shuning bilan Saosau amal yo'q, amalning yo'qligidan endi bu jangga kimni chaqirdi ya? Bildiganlar bir ko'ngilchi yuzinglar. Endi Yelyan mush jangga chiqishdan burun hech kim bu yerda Yuan Shaoning qo'llasida bundaq dangliq, bundaq yomon sarkarning borligini o'ylab boqmagan Saosau'mi, hatto bizmi. Shunami? Shuning uchun Yuan Shaoning ayni vaqtda Xulaganda 18 taram qo'shini otgan pori bekor gap emas. Xuashongni hech kim o'ltiramagan dedi-ku. Haysit Yelyan o'yinchilarni bir so'p qilgan bo'lsa, Xuashongning kallasini oldi dedi. Rasma gap. Yelyan bo'lib qolgan bo'lsa, haqiqatan Xuashongning kallasini ola olishi tamamen mumkin. Biroq biz bu vaqtda toza ishonmagan Yuan Shaoning jaqtumag'ashqa. Qaranglar, Lübu Shuchu bilan 20 martam urushdi. Shuchu Şuhuang bilan 50 martam urushib, yengish ayrilmaydi. Endi bu yerda Şuhuangni Yelyan 20 martam bilan mag'lub qila oladi. Demak, bu yerda Yelyanning alamarti Lübudan qilishmaydi degan gap matanglikdan kelib chiqqan. Albatta bu degan bir tahlil. Navada aynjili baymatga muasirda Yelyan Guayu tarafidan 1 martamdan kalisi elinib ketmagan bo'lsa, hech bo'lmasa bir 100 martam jang qilib, anodan keyin o'lgan bo'lsa-mu, o'ldigash bo'lsa-mu, hammaylar qoyil ultimaniga, shunami? Lekin bu eng qironaliq Janfeng shikoyatki bu vaqtdagi Guayu 1 martamda Yelyanning kalisini yotqashqa, Yelyanning obrazi tushib ketgancha tayinliq keldi. Endi bu taklifni bayon qilib salsak, bu yerda qiron vaqtdagi mush vaqtda Guayu Lübuni o'ltira olamdi, Lübudan tanglisha olamdi deydigan bir gap chiqib qoldi. Shunami a gap buncha bersak, shunda bo'lib qoldi. Endi bu degan taklifgo, lekin har qanday bir sarkardaning
her bir jangdagi ifodasi o'xshamaydi. Shu vaqtning o'zidagi ehtimollik, buning kayfiyati, buningki yuzining alomatini joriy qildirishi shunami? Bugungi zamondamdikimi bokschilar qarasak, bularning har bir maydondagi ifodasi o'xshamaydi. Ba'zida ichilib ketadi, dahshat yomon bo'lib ketadi. Ba'zida o'zidan sal ojiz buni yangalaydi deganlarga utirib qo'ydi. Bu qanaqa gapni chiqarsak, hammasini yig'ib aklib, shuning uchun bu yer Yelyangning shu xonni 20 martadan mag'lub qilishi buning ajoyib cho'ng jangi hisoblandi. Shuning uchunlar Yelyang 24 Bahadur qatoriga tizildi. Lübudun qilishmaydi degan nom shuning uchun berildi. Tushunarlimi? Tushungan bo'lsa, Shinkudan ming bayra biz qo'yinglar. Rahmat.